Bitta klientim aytibdi, bolam o'g'irlik qildi. Nima qilishim kerak? 7 yoshli bola o'g'irlik qildi va bu bolani nina tiqib jazolashibdi. 7 yoshlik bola hali ehtiyojlarini qondiradi. 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda o'g'irlik bu norma. U o'g'irlik qilyaptimi? Siz qondirib bermagan ehtiyojini qondirishga harakat qilyapti. O'zi harakat qilyapti. Siz olib bermagan, xohlagan narsasini o'zi xohlab olyapti yoki bo'lmasam siz tan olmagan ehtiyojingizni pul o'g'irlab, o'rtoqlariga narsa podarka qilib berib, narsa olib berib tan oldiryapti. Shu bilan yopishga harakat qilyapti. Ana endi bu yerda bolada qanday ssenariy paydo bo'ladi? Men xohishimni bajarsam og'riq olar ekanman programmasi bilan yashaydi. Mana shu bola 24 ga chiqqanda zo'r bitta mashina olishni xohladi. Bu uning ehtiyoji. Ehtiyojini negadir hech ham ola olmaydi, chunki programma miyada mashinani olsam katta og'riq kiradi, jazo kiradi degan programma asosida yashayapti. Shuning uchun yoshga qarab ota-onalarning munosabatini to'g'ri berish juda ham muhim. Hozir biz o'zimizni oqlab kaltaklasak erkalanib ketadi. Bu narsalarning hammasi biz o'zimizni to'g'ri ota-ona ekanligimizni isbotlash uchun bo'layotgan gaplar. Aslida bolani mas'uliyati olinmayapti.